Yo'qshimizlar do'stlar, men sizlarning 100 tuban qiziljon do'stinglar yondaman. Bugun sizlarga men ilgari so'zlagan Hindistonlik xosiyatli odam filmining davomini ilib keldim. Xosiyatli odam kirishning darajadan tashqari aqlliq dodisi tirish, eskilarning qo'lidan qutulib qaytib kelgandan keyin o'g'li ham kelini bilan birga turibdi. Mana bu bugun yerim kechida hayron qolarliq kashfiyotni kashf qilib, oyajonlanib, o'zining jamat noposiga to'kib qo'shayotgan o'g'li kirishni o'yqitdi. Hey, bayam payzi shuni qo'y. Men sana alamet bir ishni ko'rsatib qo'yay. O'g'li bilan kelini amalsiz dadasining gapiga kirib, tajribaxonaga kirdi. Pah, dada, bunchavala motoning aynigini nereden tapdınız? Balam, ayran qalmanglar. Manya bu mening yeng kashfiyotim. Bu aynaklar arqiliq nurni bir yerga yig'ib, yoshlik baharni qaytadan urg'itib, har xil beshini ko'tara olmay yurgan narsalarni qaytadan jonlantirdi. Oy, dada. Ma kashfiyot qiqas kashmi? Odamlarga foyda qiladimi? Men o'zim ishlatmayman. Bir og'inam so'rab baq degandi. Ozga qilib, mening qara. Darvaqa. Buningdan chiqqan nur bir beshini ko'tara olmay bo'lishib qolgan bir o'simlikni qaytadan jonlantirdi. Lekin energiyaning bak kuchli bo'lib ketganligi sababidan o'simlik kuyib kulga aylanib ketdi. Balam, bunda avvallar bunda bu ko'rinib turdi. Bayam gapini qilgan og'inangni aklamsa ya sinab baqayli. Bo'ldi dada. U og'inamning yashg'unchi guli hamda ichilgan bo'ldi. Tirishning bu kashfiyoti vaqtincha mag'lub bo'ldi. Bir oila kishilari birlikda ish qilmoqdi. Dadasi bilan xotini oldida o'tirib, kirish kayinda bayamqa og'inisini xiyol qilib o'tiradi. Dadasi bo'lsa, anda-munda kelinchakka chaqchaq qilib qo'yadi. Mana qarmoqqa intoyin baxtli bir oila kishilari mushundaq inchki yerlarga salpal diqqat qilmay qolsa, bizning ba'zi bir qism salonchilarimiz salonda dalta qiyinoti bilan shosh kelin degan lavuz temilar bilan zaykanni bossangiz davom bor deb qo'yib azojg'at emasmi? Ammo bizning ponu salonimiz undaq ishlardan xoli, chunki biz naq molni chiqaramiz. Boshqa davlatlarning xosiyatli odamlari Gizxonda muxbir bo'lib o'zining salohiyatini yo'shosa, Hindistonlik xosiyatli odam So't saroyida bo'am bo'lib ishlayotdi. Ammo bu ishni tuzuk qamlashtira olmagan kirish xizmatidan bo'shtab o'tilgan edi. Chunki u xizmat vaqtida ortiqcha ishlarga aralashib, yer sharini qo'g'dayotdi. Xizmatidan arilib televizordan xizmat uchun ko'rayotgan kirish ma'lum bir aeroplanning choqining ichilmay xatar ichida qolganligini anglab qoladi. Bu xabarni anglagan kirish Newton bilan Galileyning qabrisini qattiq chiqqini dasib etib, soatiga 800 kilometr bilan uchayotgan Boeing yo'lovchilar aeroplaniga o'zining ushshaq ta'tay putlari bilan yetishib olmoqchi bo'ladi. Darvaqa, qiyin ish yo'q olamda jondan to'ygan odamga degandek, kirish sifatsiz yasalgan so'lyov gangjinglarning elastikligidan foydalanib, inersiya hosil qilib, aeroplanning oldi choqiga dangrat bo'lib, uzun yillik ko'tamgashlik tajribasi bilan aeroplanni tinish amon qo'ndirib oladi. Yana bir tarafda bo'lsa, kirishning dadasi tirish bir Afrikada yuz bergan ma'lum bir kasalga oid ilmiy muhokama yig'inida qatnashib o'tdi. Bu chaqda dunyoga dongliq yana bir olim Shet o'zining bu kasalni keltirib chiqargan Nambiya nomli virusni bayqagan hamda uning amal qila olmayotganligini dunyoga jakalaydi. Ishxonaga qaytish yo'lida doktor Shet bir telefon qabul qiladi. Telefonning u tarafidagi odam doktor Alaqzi bo'lib, intoyin Alaqzodi bilan gap qilyotdi. Doktor Shet, men qiqas bir xabar bor. Kasal to'g'riliq. Shuna darhol ko'rishmasak bo'lmaydi. Doktor Shet Alaqzining yiniga kelib ko'rishini talab qildi. Doktor Shet o'zining ishxonasining eshigini yechib kirish bilan tang ishxonada xuddi to'ydan yangirim bilan qaytgan virusdek satang bir qiz bola o'ltiradi.